Assalomu alaykum. Kech bo'lishiga qaramasdan xalqqa xizmatidamiz. Sirojimizga domofon kerak, chet elga chiqib ketyapmiz deyishdi. Domofonni o'rnatib berdi buni. Mejdolar bilan. Quluplari akkuratni qilib, hech qayerda sim ko'rinmaydigan qilib, gibkilar bilan akkuratni qilib o'rnatib berdi. Hozir endi uy ichini ko'ramiz. Murat, eshigiga qo'rqsani. Hop, mana monitorimizni ham akkuratni qilib o'rnatib olganmiz. Blok petanalarini devor ichiga qo'yib, hech qayerda sim ko'rinmaydigan qilib. Mana ishlab turibdi domofonlarimiz. Ochamiz. Eshigimiz ham ochildi, xudo xolisa mana. Xuddi shunaqa srochniy xizmatlar bo'lsa ham, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar, deb qo'yaveringlar, ishlarni sifatli va ishonchli qilib hal qilib beramiz.